Pul topishga aqli yetib qolsa erkak kishi kerak emas. Sani gap so'zingni eshitib, so'kishingni eshitib o'tiramanmi? Sassiq paypag'ingni yuvib. Undan ko'ra o'zim pul topib, o'zim eplab yuraman. Er kerak emas deydigan ayollar juda ko'payib ketdi hozir. Esingizdan chiqarmang shunaqa ayollar. Erkak kishi 100 so'm topsa baraka bo'ladi. Ayol kishi 100 ming topsa o'sha 100 so'mlik barakani olib kela olmaydi. Alloh erkakka bergan barakani. Esingizdan chiqarmang. Eringizni behurmat qilmang. 3-4 so'm pul topib. Topmayman o'sha pulni, topmayman deng, ishlamayman dengda. O'sha eringiz sizni ishlatmaydi. Qorningizni boqadi, ustingizni but qiladi qo'lidan kelgancha. Alloh qodir qilganicha. Nimaga shu sabab hozir oilalar buzilib ketyapti?